Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli forum hamkorlar, yangi hamkorlar, kelajakda bo'ladigan hamkorlar, hammasi Global Trend kompaniyasiga xush kelibsizlar. Tak, men o'zimning natijamni gapirmoqchi edim. Yaqinda 10 kun avvalda pochkamni shaballantirib qo'yganman. Basseynda nihoyatda pochkamni shaballantirib qo'yganman. Shunchalik darajada bilan ortgan joyimdan pasteldan uxlagan joyimdan turolmaganman. Men o'ylaganman, belimdan ketdim deb o'ylasam, analiz qildim. Og'ir ishlarni qilmasam, og'ir narsani ko'tarmagan bo'lsam, zach pochka keyin borib vrachga ko'rsatgandan keyin pochkasi nihoyatda qattiq shaballangan. Men Perfecta Lux bilan Vitality Lux'ni ikkitasini olib uyda bordim, o'shani iste'mol qildim. 6 kun ichida zo'r natijani ko'rdim. Men joydan turolmagan, yurolmaganman. Mana shu nimalarim, sponsorlarim bilan bo'lishadi. Men ishga ham chiqmaganman, ko'chaga umuman chiqmaganman. Zo'rg'a yurib, paxotkamda ham zo'rg'a yurganman, yurolmaganman. Boshqa yigit qolganman. Pochkamda mana shunaqa bo'lib qolganman, yurganman. Xuddi beldan ketgandek. Endi qolganini qo'yaverasizlar. Hojatki bunday o'tiramansa, yo prosta bunday o'tiramansa, o'tira olmasdim, chunki men egila olmasdim. Namunasiga o'tiradi. Namoz o'qiy olmasdim. Hozir mana bemalol o'tirib, bemalol mana super. Zaryadkani ham bemalol mana qilaveraman. Bemalol o'tirib, oyog'imni ko'tarib, oyog'imni ko'tarib, mana bunaqasiga qilaveraman. Ammo men qilolmaganman pochkani. Endi kim bilsa, pochka og'irligi nimaligini o'zlari bilishadi. Menda 10 darajada olmagan, o'shaning uchun men bilmaganman boshqa, что bu meni yuragimni men даже hayolimga ham kelmagan. Zo'r natijani ko'rsatdi. 2 kunda og'rig'ini to'xtatgan. Endi takoy og'rig'ini. 6 kunda vashi hammani yo'q qilgan. Endi suvni ichish kerak. Endi menga maslahat kimdir berib olayotgan insonlarda muzdek suvni ichmaslik kerak, ichmaydi, muzdek suvni ichmaydi. Yurakka sразу o'tar ekan bu muzdek suv. Undan iliq suv, komnatniy temperaturada mana shu suvni iste'molni qilish kerak. Muzdek suv, gazlangan muzdek suvni ichib bo'lmaydi. Pochkaga zarari bor ekan, nihoyatda. Biz mana shu mahsulotni iste'mol qilganimizdan keyin, lecheniya qilayotganimizdan keyin ba'da yana muzdek suvni ichsak, nolga teng. Shuning uchun iloji boricha bu mahsulotni iste'mol qilayotganimizda ko'proq suv ichish kerak. Endi holatida komnatniy temperaturada. Shu mana shu Vitality Lux'da Perfecta Lux'da mana shu natijasini zo'r ko'rdim. Lично o'zim mana shu natijasini ko'rdim. Bu mahsulot nihoyatda zo'r, nihoyatda sevdim. Hali ham to'xtamasdan iste'mol qilyapman. Inshaalloh Xudo xohlasa dalshi bo'lishi bu mahsulotni iste'mol qilaveramiz. Nimani в качестве kasalligini oldini olish, boshqa kasalliklarni oldini olish, yosharish uchun mana shu mahsulotlarni kuni-kuniga iste'mol qiling. Rahmat, e'tiborlaringiz